Siz agar qaysidir komandani boshqarayotgan bo'lsangiz, sizning asosiy vazifangiz o'sha komandani boshida bo'lib turib, ularni tangible va intangible motivatsiyasini tushirmaslik. Agar qaysidir urovingda siz o'sha qaysidir komandangizdagi ishchingizni tangible motivatsiyasini ko'tara olmasangiz, u ishchini teparoq, yaxshiroq va kattaroq joyga qo'yib yuborishingiz bu absolyutno normal holat. Chunki siz kimningdir o'sishidan to'xtata olmaysiz. Uni ketishi siz uchun yomon narsa emas, siz uchun naborot yaxshi xabardek ko'rinishi kerak. Chunki siz o'sha insonni o'sha urovingga olib keldingiz va o'sha inson kerak bo'lsa siz bilan birga bir xil narsa qilib ko'rishga harakat qilishini sizga xabar beradi. Va bu narsa sizga motivatsiya bo'lishi, chunki u ham sizni shogirdingiz. Eslab qoling, siz kimdirni komandada katta qilib, uni qaysidir momentda ketishiga sababchi bo'lsangiz, bu aslida yomon emas, yaxshi narsa, chunki u sizni shogirdingiz bo'lgan holda bozorda yana bitta igrokka aylantirdingiz.